Ramazanda vaqtmi o'zgaradi. Ramazon oyi kirgandan keyin insonga vaqt o'zgaradi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü Ramazan Özgürüş İyidir namlıq programımızın 17. halqısı Ramazanda vaqtmi o'zgaradi. Ramazan iyi kirgandan keyin insonga vaqt o'zgaradi. Ramazan iyining kirganligi bilingandan keyin so'rliq yeb ro'zdarga aylanamiz. Kun o'ltirish bilan iftar qilish orqali Alloh subhanahu va taolo kunduzda cheklagan narsalar halollikqa aylanadi. So'rliq vaqtining oxirlashishi bo'lsa, tağning yorishig'a yoki azanga aloqador bo'lib, shuning bilan ro'zini buzadigan barliq ishlardan qo'limizni uzamiz. Insonning kech-kunduzlik prinsipi o'zgaradi. Hatto ba'zi davlatlarda hukumat o'rinlarida kunduzi uzun bo'lib qolsa, ro'zador xizmatchilarning ro'zasiga ta'sir yetkazmaslik uchun xizmat vaqtini qisqartiradi yoki vaqtni o'zgartiradi. Kunduzning ko'p qismi xizmat bilan o'tadi. Asrdan keyin Qur'on tilovat, zikr tasbih uchun masjidda o'tirish, kun o'tirish bilan zikr, duo, ondan iftor qilish, namoz o'qish, ondan oiladagilar bilan jam bo'lib, dasturxonda o'tirib yemak yeyish, undan keyin xuftan namozi, tarovih namoziga tayyorlik qilish, namozdan keyin uyga qaytib, oila a'zolari bilan ham suhbat bo'lish yoki qo'shnilarni ziyorat qilish qatorliq ishlar bilan kundilik vaqt odatlar o'zgaradi. Afsuslanarli ish, ba'zi kishilarning nazarida Ramazon bo'lsa, kechining avvalida uxlamay, kunduzda uyqu va hurunliq bilan o'tadigan bo'lib qoladi. Biz yuqorida so'zlab o'tgandek, aqlli kishi Ramazonni nihoyatda jushqunlik bilan o'zining yaxshi ish va ilmiy saviyasini o'stiradigan fursat qiladi. Ramazon bilan kishilar ijobiy shaklda aktivlashib ketadi. Yaxshilik va da'vat ishlarini jonlantiradi. Sizga vaqtni nur chachadigan chiroq, shirin sharbat iqtadigan buloq, kechini yaxshilik, kunduzni Qur'on tilovat qilish bilan o'tkazishga his qildiradi. Kun ilgirki kun emas, kecha ilgirki kecha emas. Azanning ajoyib sehriy kuchi bor. Ramazonning ne'matlari parlab turadi. Kishilar ko'chalarda yurayotgan, hammasi degidak ro'zador. Iftor vaqti yaqinlashganda harakatlar tez bo'ladi. Kishilar aldiraydi. Mashina va boshqa qatnash vositalari qistonchilikdan yo'llarda tez yurolmaydi. Ondan sham namoziga azan o'qiladi. Futlarning harakati ostilaydi. Hammaylar ruhliq, shodlik bilan iftor qiladi. Xutdan va undan keyin tarovih namozi oxirlashgandan keyin istiqbol vaqt davlatlarida harakatlar yana yangidan boshlandi. Bozorlar to'lib ketadi. Bolalar o'ynaydi. O'zaro ziyorat qilish, suhbatlar davom qiladi. Aqlli odam buning bilan ijobiy shaklda harakat qiladi. Muborak Ramazon oyida o'tkaziladigan turli faoliyatlar, yig'ilishlar va boshqa ijtimoiy so'rinlardan foydalanib, hikmat bilan go'zal va'z-nasihatlar orqali Allohning diniga da'vat qiladi. Vaqtning o'zgarishidan inson Ramazonda kechini fazilatlik, sharaflik, yaxshilik hasilab ochadigan, xayrli ishlarning savobi katta bo'ladigan ishlar bilan o'tkazadi. Fursatni ching tutib, butun tirishchanligi bilan yaxshilik musobaqasiga atlanadi. Chunki inson o'zining ishining atisi qandoq bo'ladiganligini va oqibatining qandoq oxirlashadiganligini bilmaydi. Alloh taolo bizning vaqtimizga barakat ato qilsin. Kechalarimizni Qur'on tilovati, tahajjud namozi va xayrli ishlar bilan o'tkazishga muyassar qilsin. Haloldan rizq topib, oilaning iffatini saqlab, avlodlarni yaramliq tarbiyalashga muvaffaq qilsin. Alloh subhanahu va taolo ulug' Ramazonda qilgan barliq taat ibodatlarimizni qabul qilsin, xatoliklarimizni mag'firat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.